Bu safar open budjetda ovoz yig'ib seni asfalt qilaman. Mahallada hamma patinkasini yechib paypad yuradi. Aka, tinchlikmi? Yaxshimisiz aka? Akajon, open budjetga shuni SMS bo'ladi, ovoz berib bering. Yo'q, ovoz bermayman. Bir o'qizib beraman. Hazil, mujik qo'rqmang. SMS bo'ladi aytib bering, o'zim Umuman aka. ovoz bermayman aka. Men hech qachon o'zim mahallamga ovoz bermayman. Hammasi mengami? Hammasi. Bitta ovozga bitta pach kelyapmiz aka. Hozir ayamni dadamni hammani aytib kelaman, boyib ketdi. Voy Anvar, jendira katta bolalarga kreditga olib berib 5 yildan beri to'lamayman men. Akajon, open budjet sezoni keldi. SMS bo'ladi, shunday aytib berasiz, hamma kreditingizni o'zim to'lab beraman. Nima deysiz? Serios, davay. Bu boshim urib yorvoraymi, ha? 10-marta imtihon topshirib prava ola olmaysanmi? Nima bo'lyapti senga? Dadamga nima deyman? Dadam endi. Akajon, dadangizga men aytib beraman. Open budjetga ovoz yig'ish boshlandi. SMS bo'ladi, ovoz berib bering. Aka, jinni emasmisiz? Siz pravadan yiqildim deyapti. Qanaqa open budjet? Bitta ovozga bitta prava beryapsiz, hozir tushunyapsizmi? Prava qulluq olsin. Yo'q, prava beryapsizlarmi? Jo'nating ketdi. Yo'q, to'la ovoz beraman aka. Jo'nating. Buni. Anvar do'li. Maki. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Gap bunday. Hali kuni iPhone olaman deb yuruvdingmi? Bo'ldi, iPhone beraman. SMS bo'ladi, open budjetga bizim mahallaga ovoz beraman. Ha yo'q, men sizni bildim. Siz odamlar kamchiligidan foydalanib ovoz yig'yapsiz. Men 10 ta iPhone'ga mahallamni sotmayman. Hali kuni sigaret chekayotgan dadang bildim, bilmadimi? Yozing nomerni. Sen qiziz mahallasiga ovoz beraman. Asrab qo'ydim. Odam ekansiz. Bo'l tez. Men qaynam mahallasiga ovoz bermadim. ovoz yig'aman, ey.